Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlarga Minecraftda mod o'rnatishni ko'rsataman. Qani ketdik. Buning uchun yangi zona qo'shib olamiz. Va pastroqda tushamiz. O'sha o'zi modni o'rnatsak menga turgan bo'ladi. Qurollar modi va buni APK interfaxdan olamiz va o'yinga kiramiz. Ozroq kutamiz o'yinga kirganicha. Mana kirib ham oldik o'yinga. Hozir men modga nimalar borligini sizlarga ko'rsataman. Mana Hakim, pulemyot, mana P90 ham bor. O'qlagichlarni ham olamiz va mana granata bor. Mana granatani ham ko'rishingiz mumkin. Bu hozir bizga o'tib. Ajoyib mana. Mana quyonni otib ko'rsataman men. Bu modni qanday qilib o'rnashni hozir ko'rsataman. Buning uchun Telegram qidiruvga kiramiz va Krip deb yozsak chiqib keladi. Krip Craft kanaliga kiramiz va o'sha modni tashlab qo'yganman. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Oldindan